BYD Champion modeli DMI gibrid bo'ladi bu. Bu mashinamizda TPMS datchiklari yonib qolib, tabloda taqachiroq yonib qolgan edi. Hozir buni ustran chiqib berdik. Agarda siz ham mashinangiz BYD bo'ladigan bo'lsa, BYD ning любой modeli bo'yicha murojaat qilsangiz bo'ladi. Taqachiroq yonib qolgan bo'lsa yoki qanaqadir diagnostik ishlarini qildirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri bizaga BYD Jizzax hamda Euraziya Motors ikkalovini o'rtasidan tushinglar, orqa tomoni servis ishlarni sifatli darajada bitkazib berishga harakat qilamiz. Skanerimiz BDS 3-versiyasi oxirgisi. Mana bu mashinani ham hozir TPMS datchiklarni to'g'rilab berdim. Baribir TPMS datchik to'g'rilangandan keyin bitta aylanib kelish kerak bo'ladi, chunki nimadir nedostatka bo'lgan bo'lsa, qayta yonib qolishi mumkin. O'shani tekshirish maqsadida hozir test drive'ga chiqqanman. Sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yaman va soatini kelib belgilab ishlarni hal qilsangiz bo'ladi. Kutubxonamiz sizlar BYD avtosalon hamda avtoservisida. Salomat bo'linglar. Biz ish faoliyatidamiz.